Xurrak yotish uyquda o'limga olib kelishi mumkin. Xurrak yotish inson hayoti uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Bu sizning sog'lig'ingizni sezilarli darajada yomonlashtirishi mumkin. 8 soat uyqu davomida har bir soatda 20 marta nafas to'xtab qoladi. Nafas to'xtashlari miya va yurakni kislorodsiz qoldiradi. Bu esa hayot uchun jiddiy xavf tug'diradi. Uyqu apneosi bu yurak xuruji, insult, yurak yetishmovchiligi va boshqa og'ir kasalliklarning sababi bo'lishi mumkin. Xurrak otishni uy sharoitida yo'qotish mumkin. Birinchi mashq. Tilingizni maksimal oldinga chiqaring va pastga tushiring. Shu holatda i tovushni talaffuz qiling. Bu mashqni bir kunda 2 mahal 10 martadan bajaring. Ikkinchi mashq. Tishlaringiz bilan qalamni qattiq tishlang va 3-4 daqiqa ushlab turing. Bu mashqni uxlash oldidan bajaring. Bir oy davomida shu mashqlarni bajarsangiz, xurrak otish bartaraf bo'ladi. Uyqu yaxshilanadi. Agar muammo davom etsa, shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.